Voy, boy akam, jon akam. Gentrani qop-qorasi kelib qoldi-yu, katta bolalar minadiganida. Bilaman, siz bunaqa o'rindan o'tib ketgansiz. Hozir Malibu, Camaro, undan ham katta mashinada yuribsiz. O'rtancha ukangiz juda ham injig'a. Gentrani oqini olib bering, qorasini olib bering deb juda injiqlayapti. Mana 2022 keldi. Yurgan probegi 94 ming. 4-pokoleniya gazi ham bor ekan. Benzin ko'p yeydi deysiz-ku. Mana propan qo'yib qo'yilgan 5000 so'm litri. Yana borki 90 talik propan qo'yib qo'yilgan. Mashinamiz endi qop-qora 3 sloy polirovka bo'lgan ekan. Gentra barib boru, Amerikanka o'ptirasiz, gentra bo'lmaydi deyshadi-yu. Originalni taqib qo'yishdi, originalni siz uchun. Qish kelyapti mana, yana balon taqib berishim kerak deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Balonlarni ham yangi taqib qo'yishdi, archa balon. Tonirovka deyapsizmi? Tonirovkasi 7 oy razishenasi ham bor ekan. Salonini qarang, mana salonini. Akkuratni 94 ming yurganga umuman o'xshamaydi. Tablo освещение, salon освещение, sidinyaning holatini qarang. Yangi deb turibdimi? Ishoning, o'sha injiq o'rtancha ukangizga olib borib bersangiz bor, hech qanaqa injiqlik qilmasdan, rahmat akajonim, shunda yuboradigan joyi. Yana shumka ham qilib bering demaydi. Polniy mashina mana 4 eshiklargacha shumka bo'lgan ekan. Lyuklari обязательно ishlab turibdi. Bu lyuk borki, mana sizlarda bilmadim-ku, обязательно like bosib oling endi. Shuncha gapiring, bitta like bosib qo'ying. Mana shu Gentra qor yog'adimi? Yomg'ir yog'adimi? Gentrada shu lyukchasi ochilib turmasa, Gentraligi bilinmaydi. Bilasizlar, Gentrachi akalarim, bitta like bosib qo'yinglar. Mana ko'rasizlarmi? Stoplarni qarang, optira stoplar. Mashinamizni qarang, yonib turishini qarang. 3 sloy polirovkadan chiqib ketdi. Bitta joyda chizilgan, qirilgan, dilli xira qiladigan joylari umuman yo'q ekan boy akam. O'rtancha o'tkiz umuman injiqlik qilmasdan bosib boradigan joyi. Qarang. Mashinaning salonning ichini qarang. Yangida turibdi. Hozir motorini ochib ko'rsaman, videoga bitta like bosib qo'yingda. Gentra olaman degan do'stingizga shunda ulashib qo'ying, maza qilib olib qarang, glansviy stoykalar. Yana nima kerak bu Gentra uchun? Lyuk bo'lsa, ABS bo'lsa, diska bo'lsa, Optra, Amerikanka lyuklari bo'lsa, propan 90 talik 4-pokoleniya ham bo'lsa, yana nima kerak? To'g'rimi? Narxi sizga juda ham qiziq bo'lib turibdi. Videoga bitta like bosing, hozir motor ratsekini sizga ko'rsataman. Keling yaqinroq. Qarang buni. Qarang, yangi avtosalondan shunday chiqqanu kelganga o'xshab turibdi. Akalarimiz lekin yaxshi minishgan ekan mashinani. O'zlarining nomida ekan. Haligi oformentga pulingiz yetmasa, generalniy dovenniskiga ham ko'ndirib qo'ydim. Xohlasangiz endi bari oformib qolasiz, o'zingiz uchun maza bo'ladi. Shu mashinamiz 2022, 94 ming probeg, polniy full, hamma narsasi bor. Bitta mana shu joyda pitnosi bor ekan. Keling yaqinroq. Mana shu joyda, shuncha joyda kichkina mana ko'rinib turibdi o'zi. Pitnochasi bor ekan. Nimani o'zgartiradi bu, to'g'rimi? $12,700 bosib olsangiz bo'ladi, boy akam. Ukangiz ham xursand bo'lib qoladi. Srochniy videoga like bosingda, Gentra olaman degan do'stingizga tashlab qo'ying.